Alloh taolo shunday dedilar: bandalarim ro'zalarni men uchun tutadilar, uning mukofotini o'zim beraman degan. Uning mukofoti qancha miqdorini Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Shunday ekan payg'ambar alayhisalom man soma ramazona imanan va ihtisaban g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi. Kim iymon, ishonch bilan savob umidida Ramazon ro'zasini tutsa, uning o'tgan gunohlari kechiriladi. Bunga hech qanday shak shubha yo'q azizlar. Shuning uchun Ramazonni sog'inamiz. Shuning uchun Ramazonni intiqlik bilan kutamiz. Sog' salomat Ramazonga yetib kelishligini Allohdan so'raymiz. Chunki bu ummatning oyi. Payg'ambar alayhisalom Ramazon ummatimning oyi deganlar. Mana shu oyga sog' salomat yetib kelgan kishi uchun juda katta baxt bu. Katta saodat bu. Shunday ekan mana shu go'zal Ramazon oyini payg'ambar alayhisalom o'zlari aytganlaridek, zikr qilganlaridek iymon bilan, savobidan umid qilgan holatimizda tutsak, inshaalloh o'tgan gunohlarimizga kafforat bo'lar ekanlar. O'tgan gunohlarimiz kechirilar ekanlar.